Bular qo'ylar g'ajib tishlab yeb tashlayapti. Olib keldik mana. Hasrati bor. Hasrati xuddalik Makkani yetganda hasratyapti hali. Yurtdoshlarim, men o'zim Azizbekka tavsiya berdim. Azizbek, tuz ishlab chiqay. Mana shu tuzda ham masalan vitaminlar yig'indisi bo'lsin, ham qo'ylarga qandaydir og'izlariga masalan har xil yaralar toshiydi. Nimasi bo'ladi? Mana ko'rsating tuzingizni. Ishtahasini ochishi, boy qilib tuz ishlab chiqaring dedim. Mana mashina olib kelib berdi. Endi bu qo'ylarni yetgandan ko'rsating-da keling mana. Bular qo'ylar g'ajib tishlab yeb tashlayapti. Olib keldik mana. Bular sindirganimiz yo'q edi, bilaman mana. Hasrati bor. Hasrati xuddalik Makkani yetganda hasratyapti hali kun. Nimani hasratishyapti desam, u tuzni yeyishyapti hasrati deydi. Qandaydir nimasi ishtahasini ochar ekanda. Ishtahasini ochadigan narsalar qo'shgan. Tuz bilan birgalikda siz hayvoningizlaringizni, mol qo'ylaringizning organizmiga vitamin, minerallar kirib boradi. Kirib boradi. Doim. Yemiga ham qo'shib berasiz, lekin tuz bilan doim turadi. Yo'q, baramun qarangda, bular juda yaxshi ko'rishadi bu tuzni, bilishadilar. Majlar yevordi mana majlar. Qarang, butun tashab qo'ygan edi. Bo'lib yeb tashirkan. Keyin mana biz sho'rxani beramiz. Bu ham ma'lumot bo'lib ketsin endi. Sho'rxa o'rnida uzoqroq turadi. To'yimliroq bo'lib turadi. Sho'rxani ustiga kepek, bug'doy, makka, arpalarni drobilkasini bo'rdoqchilik uchun boqamiz bularni bu yerda. To'kib qo'yamiz, yeb yotaveradi.